Mana rentgen. Mana tushundingiz-a? Bizni gapimizga kirib siz ziyon qilmabsiz. Sizga qarab turib, bizni ko'nglimiz, yuragimiz jizzasi tegmaydi mana. 5 oy 6 oyda mana tekis bo'lib ketyapti mana ikkosiga. Biz juda ko'p ta'kidlaymiz bolalarimizda, yosh bolalarda допустимый, недопустимый degan siniqlar bo'ladi. Qo'ysangiz bo'ladi, operatsiya qilish shart degan chegaralar bo'ladi. O'g'lingizdan mana boshida ancha ikkilandingiz, shunday qolsa qiyshiq bo'lib qolarmikin, shunday qolsa egri bo'lib qolarmikin deb sizga tushuntirdik, kitoblar bilan tushuntirdik. Bizni anaqada praktikada bo'ladi, xavotirlanmang. Mana bugungi holat. Bugun singaniga necha kun bo'ldi? 5 oy bo'ldi. 5 oyda mana ikkala suyagi ham bir xilda tekis o'tib ketdi. Tushundingizmi? 3 oy nariyog'ida, 4 oy nariyog'ida. Mana shu siniqida mana qara. Ko'ryapsizmi qanaqa siniq? Mana. Qanaqa egri. Bolalarda tegilmaydi ancha-muncha. Uni ham graduslari bor. Graduslariga qarab turib, bizni ko'nglimiz, yuragimiz jizzasi tegilmaydi mana. 5 oy 6 oyda mana tekis bo'lib ketyapti ikkosiga. Bu juda yaxshi rezultat. Tushundingizmi? Shuning uchun bizni gapimizga kirib siz ziyon qilmabsiz. Mana shu yerdan shunday tirtiqdan, chandiqdan operatsiyaga ketgan risk, ham birovni bolasini xulatib, uyg'otib olish, kesgandan keyin u yaralarni bitkazib olishga kerak bo'lsa biz ham javob bermaymiz. Tushundingizmi? Bu organizmning o'zini holatiga biz qanchalik operatsiya qilmasdan tuzatishga harakat qilamiz. Boks qilamiz. Bunisi bilan qattiq, boks qattiq. Hop, bunisi bilan qattiq anjumaniya qilamiz yerga. O'tir. Ya qilasan-da endi. Anjumaniya qilamiz. Davay, anjumaniya, davay, anjumaniya. Davay. Ha, qil. Hop. Hop. Shu o'g'limning qo'li sinib qolib, chap qo'li uzilib ketdi biz kelganimizda. Shuni operatsiya deyishdi. Men bolam yosh. Nima desam, bo'pti, operatsiyasiz, bolangizni qo'lini o'g'nab beramiz. Siz ishonch qilsangiz, hosil qilsangiz bo'ldi deydi. Mana doktorlarga rahmat. O'zi 3 oyda kelganimizda bitta qo'lini bir nimasi bitgan edi. Keyingi kelishlaringda Xudo xolasa bitadi dedi. Mana 5 oyda keldik. Doktorlarga rahmat. Operatsiyasiz, yaxshi mana nimalarni siz bitta hozir rentgen qiluvdik, oldingi nimasidan ko'ra qo'llar ancha bitib, yaxshi bo'lib qoldi. Mana bolam qo'lini ishlatib, mana mashg'ulotlar qilyapti. Doktorlarga rahmat.